Vahimali tun. Nima gap, Kovalski? Shkayber, qurilmani ishga tushirish uchun bir narsa kerak xolos. Boshlang'ich kuch. Xo'sh. Qabrlama zobit, Riko. To'g'ridan to'g'ri koalani qafasiga, ya'ni hayvonot bog'ini chetiga. Aslida tashqariga chiqish kerak edi. Unisiga ko'proq ishlash kerak, ko'proq ishlash kerak. Kechirasan, ahvoli yaxshimi? Hoy. Kim bu? Sen ana bu pingvinlardansan. Qaysi pingvinlar? Haligi xavflilardan. Qiynashni xush ko'radigan vahshiylardan. Yo'q-e. Boshimni qotirma. Meni o'ldirgani keldingmi yoki o'g'irlaganimmi? Bunaqa niyatim yo'q. Qafasingga adashib tushib qoldim. Bo'lmagan gap. Bu kecha qurbonlar ro'yxatiga kiritilganman. Topdingmi? Men zobitman. Senga zarar keltirish niyatim yo'q, Lenin. Voy! Zarar yetkazmasliging nimaligini bilasan bo'lsa, mendan nima istaysan? Bu kutilmagan holat edi, xolos. Mana. Voy, shu bilan urasanmi? Endi ustimga sakrayapsanmi? Bo'pti, bo'lmasa mayli. Aslida bu yerga kelmasligi kerak edi. Do'stlarga ham qadam bosmasin. Mendan nima istaysizlar? Sizlarga nima yomonlik qildim? Tavba qildim. Mendan ham qo'rqisharkan-a? Shkiper, biz biron marta koalalarga yomonlik qilganmizmi? Koalalar? Yo'q, nima edi? Shunchaki Leninning meni ko'rgani ko'z yo'q. Bizdan qattiq ranjigan ko'rinadi, bechora. Bizdan qo'rqishga majbur qiluvchi nima eshitgan bo'lishi mumkin? U nima bo'lgan taqdirda ham xavotirga o'rin yo'q. Olg'a. Quloq sol. Aslida seni xafa qilmoqchi emasdik, ammo men va do'stlarim tomonidan ahvoling joydami deb kelgandim. Meni qo'rqitma. Yo Xudoyim. Yaxshi, endi boshlasak bo'laveradi. Bo'lmasa ishga kirish, Kovalski. Koala biz uchun begona hayvon va bizni inimizda qiladigan ishi yo'q. Bilaman, Shkiper, ammo u hali ham bizdan qo'rqadimi deb qo'rqaman. Koalalarni yaxshi bilmaysan-ku. Ular yoqimtoy, baxmoq jonivorlar. Kovalski, hisobot ber. Koala yalqovlar turgan mansub jonivor. Tushunarli tilda ayt, iltimos. Ha, ular faqat barg yeydi. Ayollar bolaga qaraydi. Hammasi kun bo'yi Hippi ekanda. Tushunarli. Ular uchun kun biz uchun tunmi? xuddi shunday. Bu bor yo'g'i uyqumi? Bo'lmasa kech tushmasdan uni joyiga qaytarishim kerak. Agar bu yerda uyg'onsa, yana bizdan qo'rqib ketish turgan gap. Salom do'stim. Pingvinlar. Meni pingvinlardan qutqaring. To'yga yuborsangiz ham mayli. Ularni ko'rgani ko'zim yo'q. Biz yordam bermoqchi edik, xolos. Qani bu yordam berish bo'ldimi? Bu qanaqa yordam berish bo'ldi? Buni bilmaganing ma'qul. Yo'q, yo'q. Lenin, va'da beraman. Seni xafa qilish niyatimiz yo'q. Xayr. Nish berdi. Hippi to'g'ri shahar markazi tomon qanot qoqdi. Axir men unga va'da bergandim-ku. U meni aldadi. Yaramas. Men Leninga bizdan qo'rqish kerak emasligi,
u bilan do'st bo'lishimiz mumkinligini aytmoqchi edim. O'xshamadi. Ya'ni masalani asl mohiyatiga qaraganda. Uni uyiga qaytaraman. Axir u qayerdaligini bilmayman. Shahar juda ham katta. Yo'lni bilsam bo'ldi. O'zing borma. Meni ham o'sha yerga uchiringlar. Gap yo'q. Zobit! Gap bor. Koala bizni tomimiz ostida edi. Har ehtimolga qarshi sen bilan birga boramiz. Shaharni bilmadim-u, ammo Uzoqlashmang. Buyrug'imga binoan birlashamiz. Ketdik. kerakli obyektni izlashda davom etamiz. Ana bu yerda. Ketdik. Yo'l ko'rsat. U shu atrofda bo'lishi kerak. Lenin, axir qanaqasiga? Jimiylar, u bizga nimadir demoqchi. Baxtimizga men labdan o'qiy olaman. Menga bu yer yoqmaydi. U yer juda ham kichik va tor bo'lgani uchunmi? O'pkam qisilib qoldi. Boshim og'riyapti, keyin yomon is kelyapti. Ha, is. Valdirashni bas qil. Zobit, uni chiqaramiz. Kovalskiy, fikrlar kerak. Riko, yomon isdan qutulish uchun uni hoziroq qutidan chiqar. Darhol. Hoy, taytak, qayerga shoshyapsan? Senga yordam bermoqchimiz, Lenin. Yordamni foydasi yo'q. Bo'ldi. Alvida. Sen buyruqni bekor qilasanmi? Bizni buyruqni-ya? Bu oddiy qutqaruvchilardan tashkil topgan qutqaruv operatsiyasi edi, xolos. Mashina! Lenin, yo'ldan qoch, qoch! Ketdik yigitlar. Leninga bizni yordamimiz kerak emasligi ko'rinib turibdi. Mashina tagida qolib ketsa ham mayli. Ayniqsa odamlarni qo'liga tutsang bormi? Tamomsan. Ular seni o'yinchoq kabi majag'lab tashlaydi. Ular seni bag'riga bosa-bosa bo'g'ib o'ldiradi. Hoy, shoshmanglar. Qochdik! Quyoshga qarshi tursang bo'lmaydimi? Tabiatan shunday bo'lsam, qanday qarshi chiqaman? Menimcha, men hozir voy, Qoyil, o'zi shu yetmay turganda. Riko, Koala Bob transport topilsin. Iltimos. Ayni muddao. Jin ursiz yerlarda. Keyingi safar. Koala! Unchalik ish bermadi. Menimcha, menda fikr bor. Yomon emas, zobit. Minnatdorman, shkiper. Berkinamiz. Uni qayerda qoldirsak bo'ladi? Bo'pti, ketdik. Bunaqada kasal bo'lib qolishimiz aniq. hech qachon. Nima qilyapsan, Kovalskiy? Leonardo da Vinci qilgan ishni qilaman. Sirli kulayotgan ayol suratini chizasanmi, a? Menimcha shunaqa. O'zi uchadigan apparat. Deyarli yetib keldik. Agar Agar shu tariqa ketsak, to'g'ri. Kovalskiy to'kildi. To'xta! Ehtiyot bo'ling, yigitlar.
Riko, yo'q. Bilasanmi, Riko? Dinamitni ko'paytirib olish tushunchasi mavjud. Sho'ng'idik. Kechirasiz. Salom yigitlar. Kun bo'yi qayerda edinglar? Mana bu ayiqcha kim bo'ldi? Ma'lumot yetarli, Marlin, ammo uni gapirib berishga holimiz yo'q. Salom Mitvoy. Yo'q, sen bo'rsiqsan. Sen vahshiysan. Qochib qol. Unga nima qildi? Shunchaki bizni obro'yimiz oshdi, Marlin. Azoblaguvchi muhabbat. Shubhali shaxs ko'zdan kechirish maqsadida muzlatgichni ochdi va baliqli salatni oldi. Oshxonaga yo'l oldi. Paqqos tushirishi tayin. Yemaganda baribir tashlab yuborlardi. Umuman buni saqlab ularga nima zarila? Menimcha italiyaliklardan yuqqan bu odat. Undan vatanining isi ufurib turibdi. Xushtabligini-chi. Kamalski, o'ljani qo'lga kiritish bo'yicha rejalar. Ana u tirqish kirishimiz uchun yo'l bo'la oladi. Parashyutda tushish taklif etaman. Tezdagina kirib ketamiz. Agar yuqori voltli tok bizni urishga ulgurmasa. Maqta! Voy! Shunga o'tib ketayotgandim. Voy! U yerga xavfsiz yo'l bilan bora olamizmi? Yo'q. Ammo shamol tezligini hisobga olgan holda havo bo'shlig'ini yorib o'tadigan parashyut uchun bironta tanani tavsiya qilishim mumkin. Endi erkin sarzobat. Qush emas, askar kabi parvoz et. Voy! Uddaladim. U o'toldi. Olg'a. Shamolni yenga oldim. Bu hayotimdagi eng yoqimli topshirig'ida. Voy! U yo'lda adashdi. Yo'q. Parashyutim, ya'ni zobit xavf ostida. Balki u xavfsiz yerga qo'na olar. Kavalski, taxminlarda bayon et. Adashmasam, u Hila xonimni itlarni mashq qildirish maydonchasiga qo'nishi kerak. Xudoyim. Bu yerga qanday kelib qolding? Mayli, qani kel, seni bir ko'raylikchi. Biroz ko'karibdi. Bir ikkita qurg'ayam bor. Xavotir olma, Mitvoy, meni assistentim senga yordam beradi. Shonayilik bemoring tayyor. Xuddi jangchilar mashq qiladigan o'yinchoq jangchiga o'xshaysan. Seni biz o'ylamasak kim ham o'ylardi? Azobit. Men. Bugun o'zingni haqiqiy erkakday tutding. Uzr do'stim. O'zing bilan faxrlansang arziydi. Mayli, ahvolim unchalik yomon emas. Taq. Yo xudoyim, sen men ko'rgan eng yoqimtoy pingvinsan. Sekinroq qitig'ing bormi? Nahotki biram shirin ekansanki. Judayam yoqimtoy ekansan. Bu kun tugamasligini juda ham istardim. Bo'ldi bas, qani qafasingga qayt. Shona! Voy, bu nimasi? Ketdik. Bugun ish kunimiz, shahzoda. Yara chaqang bitgani uchun tibbiy xizmat ham tamom. Sog'a! Bunday qilish shartmidi? Bugun qahramonimiz nimaiki istasa shu bo'ladi. Bugun seni uchun maxsus kun. Tushunarlimi? Bala! Lishirilik.
Aslini olganda, parashyutdan qulashning qo'rqinchli yeri yo'q ekan. Bilasizmi, shunchaki hech narsa bo'lmagandek, o'rnidan turib ketaverish kerak ekan. Skipper. Sen bilan faxrlanmayman deganim esimda. Men adashgan ekanman, adashibman. Qushcha yana bir bor qo'yib yuborildi. Olg'a! Voy, voy. O'simlardan o'tdi. 5, 4, 3. Shona uchun. Kavalski, u tarafda nima bor edi? Menimcha, Ganderslarning qopqonlar sotiladigan do'koni. Oz qoldi. Bechora jonivor. Hayvonot bog'idagi eng omadsizi sen bo'lsang kerak. Qaytanga o'zimni eng odamli pingvindek his qilyapman. Yaxshi bo'ldi. Seni yana ko'rish nasib qilar. Meni haydashga hojati yo'q. Sovg'a! Oy, boshqa shirinlik tayyorlamasangiz ham bo'lardi. Yo'q. Bo'lmasa rahmat. Jiddiy shikastlanishlar ortda qoldi, askar. Menda jurnallar bor. Bu yerda bir shoxli ot va tikish bichish haqida yozilgan. Ha, senga. Bir shoxli ot, tikish bichish ham bormi? Yo'q, yo'q. Baliqni olish topshirig'ini yana bir marta qaytarish kerak. Bu ishni bajarishim kerak. Ya'ni uni uddalashim. Ishonching komil, zobit. Bolani miyasini zaharlashga urinma. Vatan oldidagi burchini yana bir bor ado etishga qasam ichgan. Biz tayyormiz, zobit? Zobit. Qani ketdik. Yigitlar, zobitning omadsizligi oxir-oqibat umriga zomin bo'lishdan qo'rqyapman. Topdim. Bilaman, menga ham kech yetib bordi. O'ta sirli, ammo yoqimli. Ya, sen bunga bir qara. So'nggi tekshiruvdan keyin parashyut kesilgan. Bu omadsizlikdan darak emas, bu vatanga xiyonat deyiladi, do'stlarim. Vatanga xiyonat bo'lishi mumkin emas. Bizdan tashqari parashyutga hech kim teginmagan. Demak, to'rtamizdan birimiz. Men roziman. Men ham rozi. U aybini tan oldi. Yo, bu men emas, sen boshlading. Zobit, Riko bizlarga xiyonat qilganini, ucholmasliging uchun parashyutni atayin kesganingni bilarmiding? Menimcha bugun 8-marta kelishing. Seni kapalak qanot deb chaqiraman. Yaramas iblis. Ayol makriga uchrab o'z oshnalarini sotdi. Sotqin. Uzr do'stim, menimcha u chindan ham oramizga suqilgan. Zobitni sevgiga tashnay miyasiga kirib borgan. Men hozir qaytaman. Seni shu yerda kutaman, tezroq kel. Salom yigitlarni guli. Seni noxush holatlaringga guvoh bo'lgan edim. Ataylab uyushtirilgandan so'ng 10 martalab qo'llab tushib, mana shu yerga oshiqqaningdan so'ng bizga noxushlik bo'lmay kimga borsan? Shoshma, shunday qobiliyating bor ekan, yashiribsan-a? Bularni barini Shonaning yonida bo'lish uchun qilgandim. Bilasizmi? Shona meni qo'lchalarga olganda, men o'zimni 7-osmonda yurgandek his qilaman. Nima? Sizlar sevgi nimaligini tushunmaysiz. O'zingni bos, zobit. Aslida biz ham uni tushunamiz. Sizlar nahotki bo'lmasamchi, kim ham ahmoq xonimchaga yo'q derdi. Bordi u Gvatemalalik bo'lsa-chi, delfin bo'lib chiqsa-chi. Boshqa taxminlarni aytishga majbur qilma. Ha. Sendan chuqur nafas olishni talab qilamiz. Undan uzoqlashganingdan so'ng nafasingni rostlab olishing mumkin. Buning yordam berishi aniq. Yo'q! Bu yerda ketmayman. Meni taqdirimda faqat Shona bitilgan. Shifoxonadan tashqarida seni xafa qiladigan pingvinlar shumi? Bunday qila ko'rma. Tushunarlimi? Ha. Sekinroq. Hech qayeringizni og'ritish niyatim yo'q. Tanishganimdan xursandman, hamshira. Bo'pti. Xonimchani jahli chiqdimi?
Bo'lmasamchi, bu quturish kasalligi. Quturish kasalligi? Bunaqa tashxisni qayerdan topdi o'zi bu? Ha? Muammo yo'q. Oddiy ukol ularni tuzata oladi. Ukol! Meni chiqarib yuboring, yordam bering, qafasni ochinglar yigitlar, meni qutqaringlar. Yo'q. Hali sen meni oyijon, men mittigina kapalakchaman. Uchaman. Ko'rdingmi, Mittivoy? Endi bu bezorlarni ortiq ko'rmaysan. Endi ular bilan bir qafasda yashamaysan. Xayr. Butunlay yami? Ammo men bunday qilmoqchi emasdim. Hammasi joyida, zobit. Biz uchun sen baxtli bo'lsang kifoya. Ammo Skipper, uchalangiz bo'lmasangiz, menga huzur halovatam yo'q. Men shu ishni qilishim shart. Shunday qilib kasallik bartaraf etildi va bo'pti. Men mana bu niqobni taqaman-da Mittivoyga ukol qilaman. Senga ham yuqdimi? Obbo, men seni kun bo'yi ko'tarib yurdim. Tamomsan. Faqat yaqin aloqada bo'lmang. Xo'sh, bu ish qo'limdan kelsa kerak. Salom. Meni kechir, Skipper. Bu qurbonlik o'rinli edi, zobit. Balki bu ishing bizga nisbatan tengsizdir. Bizni ishimizda foydalidir. Balkim Yo'q, ha. nima bo'lganda ham yodingda tut. Har bir ishning yaxshi tomoni bor. Shuni unutma, zobit. U chindan ham chiroyli edi. Shuning uchun ham sen hech qachon o'zingga qattiq turmagansan. Sevgi ham o'z azoblariga ega. Men keldim. Aytdi bu. Qo'shdik.